Voy chiqaring. Shoxning ichiga ekan. Ha, mana. Hammasi bittadan bundan bor ekan, kremchasi. Keyin bu yoki kapsula bor. Bunisi ham shuni. Bunisi ichiga ekan. Keyin ikkita krem qo'shib berganlar mana. Ro'zoyi. Bonus qilib beramiz buni. Mana bunisi ham bor. Xo'sh, iste'mol qilib ko'rsinlar, keyin ko'ramiz. Rahmat. Tak. Duazı qo'yib Mana 1.300.000 berib yuboryapmiz. Mana shu 2 korobkacha dori, 2 ta mazdan qo'shib berdilar. Buncha, to'g'ri? Assalomu alaykum hammaga. Bizning pochtamiz yetib keldi mana. Nasib bo'lsa qarang nima bu. Uzoq o'ylab oxiri olib keldi argon. Argon perprati. Bizga shunaqa bemorimiz bor-da, shuni hozir shuni Qahramon tabib tavsiya beryotdi. Videolarni ko'raverdik. Polartrit, revmatizmga yaxshi niyat bilan oldik-da. Mana 3 ta maschani ro'zoyi bonus podarka qilib berdi. Biz har bitta korobkaga bitta maschasi bo'laygan mas. Mas, keyin mana kapsulasi. Ko'ryapti? 120 ta har bitta korobkachasi bo'lyapti. Mana shu korobkaning ichiga bitta bundan ba'zidan bitta kapsulasi. Effektini aytamiz, nasib bo'lsa, agar shundan shifo topsak, sizlarga ham tavsiya beramiz. Hozir mana revmatizm, polartrit, bo'g'im kasalliklari bilan og'rigan bitta bemorimiz bor o'zimizda. Shuni sinab ko'rmoqchimiz hozir. Biokollar. Biz hozir kanalimizga ancha auditoriya to'da bo'lgan. Agar shundan foyda ko'rsak, sizlar ham shunaqa bemorlar bo'lsa tavsiya qilaman sizlarga. Uzoq o'ylab olib keldik-da buni. Argon perprati. Kapsula, kremlar bor ekan, surtilganda kremi. Shu og'rigan joyga krem surtasiz, kapsulasini bir mahaldan ichilagan 20 kun, keyin 2 mahaldan ichib ketilganda shu 20 kunga natija beradi deyapti-da. Shu og'riqlar agar qolsa, sizlarga ham tavsiya beramiz. Ro'zoyi yaxshi niyat bilan olib keldik-da buni. Ko'raylik qancha shifo berar ekan. Mana ichida kapsulasi. Kapsulachasi shu ekan. Mana shunday ko'rinishga bo'lagan. Mana qutichasi to'la. 120 ta chiqsa kerak endi.